Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum va mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha wa lastum minhu tunfiqun. Wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Alloha ghaniyyun hamid." Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, o'zingiz kasb etgan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalarning yaxshilaridan ehson qiling. O'zingiz faqat ko'zingizni chirt yumibgina oladigan darajadagi yomon narsalarni ehson qilishni tanlamang. Shuni bilingki, albatta Alloh behojat, maqtovga loyiq zotdir. Ushbu oyatni tafsirida o'zini kasbi kori orqali topgan moli va yerdan chiqqan ekinlardan Alloh yo'lida infoq qilishni buyuryapti. Lekin o'sha beriladigan narsa mahsulotlarning yaxshisi bo'lishligini ham Alloh taolo ishora qildi. Imom Sha'roviy tafsirlarida keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelganlaridan keyin musulmonlar masjidlariga xurmoni boshog'i bilan ustullarga qo'yib ketar ekan, ilib ketishar ekan. Shu namozga kelganlar yesin deb. Shunda ba'zilar chala pishganni ilib ketar ekan, ba'zilar yer bilan bitta bo'lib chang bosib ketgan, uni tozalab yemasa bo'lmaydiganini ham ilib ketar ekan. Hali islom avvali sahobalar tarbiyalanyapti. Sha'roviy aytadilarki, ushbu oyatning sababi nuzuli shu bo'lgan deydi. Alloh taolo aytayaptiki: "Ey bandalarim, qayerga ehson qilishingdan qat'iy nazar topgan tutganingning yaxshisini qo'ygin. Haligi eng chirigan pirganini berib yubor emas." Ali shun bolada aytadi-yu, boyata yetima haqqini bering, sen 2 qop chirgan olmadan berib yuborlaring deydi. Ana shu o'zi aslida bu islomga xilof bo'lgan narsani ko'rsatilgan u yerda. Birinchidan yetima haqqi, ikkinchidan chiriganni berib yubor deyapti. Adolatsizlik qilyapti-da. Mana shu narsani men yaqinda bir 3-4 ta odamga aytib berdim, agar esimdan chiqmasa. Oldinlari masjidga odamlar qatlama, cho'zma, shunga o'xshash narsa bergan. Da shuni ham ba'zilar bu bid'at, xurofot, ya'ni olib kelib beringlar deb aytmoqchi emasman. Bu urf viloyatlarda bor, Toshkentda yo'q. Men masjidga non olib kelib beringlar degan ma'noda aytmayapman, ya'ni aslini qayerdan chiqqanini aytmoqchiman. Mana kecha juma bitta buxorolik akamiz kelib, men shu bizda odat, shu bir bo'g'irsoq olib kelsam masjidga namozxonlarga dedim, aytdim Toshkentda bu urf yo'q dedim. Men Buxoroda o'qiganman, Buxoroda ishlaganman. Jumadan chiqishimizga yo'lakda 2-3 ta tog'orada bo'g'irsoq turardi, o'sha bo'y deydimi, istiydimi, mayli-da endi. Hali bizda hayitlarda qilinadi-yu. Chiqib ketayotgan odamlar shundan bitta olib yeb, ehsonni qabul qilsin deb chiqib ketadi. Hozir ham bor Buxoroda. Mana yosh keksalar biladi, oldin masjidlarga shunaqalar bo'lardi. Shuni ham bid'at, xurofot, qatdan oldinglar buni deydi. Mana olgan joyimiz shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada yashagan vaqtlarida aziz narsa xurmo bo'lgan. Hammada bo'lgan. Non bemalol bo'lmagan, chunki Makka, Madinada bug'doy ekish imkoniyati bo'lmagan. O'sha xurmoni olib kelib ilib ketyapti. Maqsad nima? Shu yerga kelgan musulmonlar yesin, haqqimga duo qiladi. Bizning xalqimiz uchun aziz narsa nima bo'lgan? Non bo'lgan. Un bo'lgan. Bizda xurmo bo'lmagan. U arab xurmosi ham, bu hozirgi yetgan xurmomiz ham bo'lmagan u davrlarda. Shu uchun insonlar uchun eng aziz, hurmat qilinadigan taom non bo'lganmi? Nonni bizning xalqimiz aziz deb bilganmi? Shuni masjidga olib borib berganki, namozga kelgan insonlar yer ekan, haqqimga duo qilib ketsin degan shu ma'noda ehson qilgan. Boshqa hech qanday bid'at, xurofot degan narsa yo'q. Ehsonni bitta turi. Boshqa yurtda boshqa narsa berilar. Chunki ularda aziz bo'lgan narsa shudir. Shu uchun arablarda shu odat bo'lgan, xususan sahobalarda. Shunda Alloh taolo koyib tarbiyalab aytayaptiki, ehson qilyapsizlarmi? Hali chirib ketganini, o'zing yemaydiganingni bolalaringga bermaydiganini emas, yaxshisini o'zing yeydiganingni bergin deb Alloh taolo ushbu oyatni nima qilgan? Nozil qilgan.